Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda modelирование darsini o'tamiz. Qanaqa qilib 3 ta kiloda modelирование qilsa bo'ladi. Tak, oddiy futbolka tanlaymiz. Bu yerda womenga kiraman. Birinchi maneken tanlab olamiz, keyin mana basic shorts ga kirib deylik, mana shu yangi uzunni tanlamoqchiman. Va yangi ham shunaqa bo'lsin. Bo'ldi, tanlaganimdan keyin bitta simulyatsiyaga bosib olaman. Mana o'ziga keldi. Endi tak. Deylik, men hozir men bu yerda bitishka hosil qilishim kerak. Ya'ni bitishkani o'zi bo'lish kerak o'zi aslida. Andiza bo'yicha endi bu futbolka bo'lgandan keyin bo'lmaydi. Endi qanaqa qilib hosil qilamiz? Buni nuqtaga bosdim. Nuqtaga bosganimdan keyin o'zimga kerakli masofaga olib kelaman buni. Odatda 4-5 sm bo'ladi. 5 sm qilaman-da. Bo'ldi. Keyin redaktirование detalga o'taman. Redaktirование detalda o'ng tarafdagi tugmani bossam, add dart bor. Dart bu vытычка. Bu yerda qanchaga ochilishi 2 sm ekan, bir. Xo'p, 3 qilaylikda. Keyin bu galishkani olib tashlaymiz. Dlinani 9 sm qilamiz. Даже 10 qilsak ham bo'ladi. Okey bosamiz. Shunda bu bizga kesib beradi. Именно mana shu joyini shunaqa qilib kesib beradi. Xo'p. Endi bu o'tishkani tanlab turib, shu anaqada turibman va mana nuqtalarni ham tanlashimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bu yoqdan olib bu yoqqa olsak, shunda tanlanadi. Tanlab bo'lganimizdan keyin liniyani o'ziga bosamiz. Liniyani o'ziga o'ng tarafdagi tugmani bosamiz. Bu yoqda mana rotate dart bor. Agar bizani anaqamizda deylik, boshqa joydan biz andazani eksport qildikda, bu yoqqa import qildikda, u yerda vытычкасы masalan sal uzunlari, ya'ni bu yoq bilan bu yog'i noto'g'ri kelyapti. Mana 10-22, bu 10 sm. Unda uni to'g'rilasa bo'ladi. Qanaqa qilib shu belgilab turib, o'ng tarafdagi tugmani bosamizda, edit dartga bosamiz. Edit dartga bossak, bu bizga уже tayyor mana 10 sm qilib beradi. Okey bosaman. Shunda mana ikkala tarafi ham 10-11, ya'ni bir xil bo'ldi. Endi yana belgilab turib o'ng tarafdagi tugmani bosadigan bo'lsam, liniyasiga olib kelib, unda menda rotate dart degan funksiya, ya'ni instrument paydo bo'ladi. O'shanga bosaman. Va уже ochilish nuqtasini tanlashim kerak, ya'ni qayerdan ochilishi kerak. Davom. Endi mana уже mana bu yerda vытычка hosil bo'ldi. Tayyor tikilgan vытычка, ya'ni shu funksiya orqali уже tayyor tikiladi bu. Simulyatsiyaga bossak, bu holatiga keladi. Xo'p. Tak, bu yoqqa agar 3 sm ketgan bo'lsa, sm ko'paytiramiz. Xo'p. Endi yana redaktorning detalga o'tib turib, hammasini mana belgiladim. Уже ikkala tarafi ham bir xil vытычка hisobida ko'rilyapti. O'ng tarafdagi tugmani bosaman. Rotate dart bor. Shuni bosaman-da. Ochiladigan joyga qaysi joy ochilsa, o'sha yerga olib kelaman. Ya'ni bir qismini bu yoqqa ochishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi buni xohlagan joyimizga
ya'ni kesadigan, aylanadigan mana qora liniya bu kesiladi. Ya'ni mana shungacha deylik, mana shungacha kesilib ko'tarilib tushadi keyin. Bizga faqat mana bu kerak hozir. Mana shu yerda to'xtayman men. Va buni qanchalik yopish yoki ochishligini ham naglaz qiladigan bo'lsak, ya'ni botda mana razmer bo'yicha yoki o'ng tarafdagi tugmani bosib turib, qancha to'liq yopiladigan bo'lsa 0 bossak to'liq yopiladi. Bu yoqni belgilaganimizdan keyin uje qancha joyga ochilish kerakligini bizdan so'rayapti. Ya'ni bitishkani uzunligini so'rayapti. Bizga kerak bunaqa emas, to'liq kerak, to'liq yopishi kerak. Bo'lmadi, to'liq olib kelib bosdim. Uzun nuqtasiga menga mana shunaqa qilib ochib berdi. Ya'ni yana simulyatsiyani bosadigan bo'lsam, mana shu holatga keldi mana. Uje bunaqa modelирование bo'ldi. Xo'p. Endi keyingi masala. Deylik men bu yoqda, ya'ni bu vitishkani uje tayyor vitishka deylik, sizda uje tayyor modelирование qilingan bir anaqangiz bor, andazingiz bor. Mana shu holatda kelgan sizga deylik. Bu holatda bo'lsa, bizda mana bu vitishkani pastga o'tkazishimiz kerak. Qanaqa qilamiz? O'ng tarafdagi tugma, ya'ni buni bosdim men, slash insprit. Imенно shu instrumentni bosganimdan keyin mana o'zimga shiftni bosib turaman, tekst tushishi uchun bu yoqqa bosdim уже. Ya'ni bu более такой sal ruchnoyroq anaqa maksimalniy ochishim kerak, yaqin olib kelaman unga. Mana hozir bo'lmadi, chunki bu liniyadan bu yoqqa o'tib ketdi. O'shaning uchun bo'lmadi. Hozir mana shiftni bosib turaman. Mana bo'ldi. Mana shu joydan kesildi bu. Modelирование qilib, mana ozgina yetar yetmas qilib qo'yaman. Shunda bu mana shunaqa hosil bo'lib qoladi. Endi buni qanaqa qilamiz? Uje to'liq tayyorligida, ya'ni mana buni o'chirib yuborishimiz mumkin. Udalить точку qilamiz. Mana bu yerda ham udalить qilib yuborsak, ana krivoy liniyalari ham anaqa qolar ekan. Faqat mana bu yerning o'zini udalить qilib yuborsak, bu точкani просто преобразовать точку кривую qilamiz. Shunda tekis bo'lib qoladi. Mana. Endi keyingi masala. Tak. Xo'p. Yeng masalasiga keladigan bo'lsak, deylik, mana buni kattalashtirishimiz kerak. Mana shu akatni o'zini kattalashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilamiz? Ya'ni fanar yeng deyiladi. O'sha fanarni qanaqa qilib qilsa bo'ladi? Ikki xil yo'lini ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi o'ng tarafdagi tugmani bosib, tak. Hop. Bunga bosib turib, rejim detali bunga bosib turib, o'ng tarafdagi tugmani bosib, remove linking editor. Bu degani ikkala yengni simmetrичный o'zgarishi o'chirish degani. Ya'ni hozir bu yerda birinchi yengni o'zgartirsam, ikkinchisi qimirlamay turadi. Hozir shunaqa qilib qo'ydim. Undan oldin bu yerda qattiq o'zgartirsam, bu yerda ham shunaqa bo'ladi. Endi, xo'p. Tak, bizga mana shu yeng kerak. Va biz hozir fungus point orqali buni mana bu joyini, akatini kattalashtiramiz. Uning uchun mana shu liniyadan qanchaga ochish kerak? Deylik, tam 1,5 sm ga ochish kerak. Xo'p. Mana shunaqa qilib chiqamiz. Bu ham bu yoqqa 1,5 sm. Xo'p.
Bu уже bu yoqqa ketadi. Bu ham bu yoqqa ketadi. 1,5 qilaman. 10 tarafdagi tugmani bosib qilib qilaman. Bunaqa yo'li bor. Andazani qilishi, ya'ni fonar rukavani qilish. Faqat bu yerda hozir tikishni ham to'g'rilab chiqishimiz kerak. Tikishi hozir bizada mana bu yoq tarafi mana bo'ladi. Bu yog'i bu yergacha bo'ladi. Xo'p, buni ham tushirib qo'yamiz. Mana уже olib kelayotganimda bu yoqqa ko'k nuqtaga olib kelyapti. Ya'ni mana bu joy bez посадка bo'ladi menda. Bu yog'i уже bu yoqqa расположение qilib, как посадка hisobida yig'ilib turadi. Endi bunga yangi tikish qo'yaman. Ya'ni bu joydan tak, yo adashdim, Muhammaddan Muhammadgacha tanlayman-da, keyin bu yog'ini tanlab olaman. Hop, shiftni bosaman. Bu yoqqacha. Bo'ldi. Endi mana shu yengni hozir ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Simulyatsiyaga bosdim. Mana endi mana shu joyida bizga yig'ib berdi. Qolgan joylarida anaqasi yo'q, посадкasi yo'q, faqat mana shu o'zida bizga как fonar hisobida qilib berdi. Endi ikkinchi yo'li bu yengni ko'rib chiqamiz. Bu yengni ko'rib chiqamiz. Bu yerda уже fulness point emas, fulness line tanlaymiz. Mana, men uni tanladim. Ketdi. Yana o'sha kattalashtiradigan joyi men tanlayman. Keyin pastki, ya'ni nuqtalar qatdan qatgacha kengayishini ko'rsatib beraman. Mana bu yoqdan bu yoqqacha bo'ladi. Xo'p, начале и конце. Agar faqat начале tursa, bu faqat bir tomonni, ya'ni chap tomonni bizga kattalashtirib beradi. Agar men в конце qilsam 10 tomonni, boost qilsam ikkala tomonni ham kattalashtirib beradi. Ya'ni hozir mana ko'rsak bo'ladi. Hozir buni ko'rinadigan qiling-da, hozir ko'rinadigan qilib. Ctrl bosdim, tak fulness line tanladim. Qatdan qatgacha belgiladim. Bu yoqda pastda ham qatdan qatgachaligini belgiladim. Hop, начале emas, bus, ya'ni ikkala tomonlama olamiz. Bu yoqda mana kattalashtiradigan anaqani bosamiz, santimetr yoki kerakli o'lchamni bosamiz. Mana shu yerdan mana shu yergacha, demak 25 santimetr. Hozir o'zi 19.6 edi. Hozir mana 6-7 santimetrga deylik 30 santimetr qilamiz. Mana shunaqa yeng hosil bo'ladi. Agar men pasini ham o'zgartiradigan bo'lsam, pasi уже bu yoq kengayib ketadi. Ya'ni pastki tomonni ham o'zgartirsa bo'ladi xohish bo'yicha. No, pastda ham zborka bo'ladigan bo'lsa, pastda ham mana shunaqa qilib olsak bo'ladi. Bu bizda hozir mana shunaqa tursin. Bu yerda 0 bo'ladi. Xo'p, OK bosdim. Ana yengni hosil qilib berdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa tikishni o'zgartiraman. Bu yoqdan bu yoqqacha qilaman. Buni bu yoqqacha qilaman. Keyin bu yoqdan bu yoqqacha va orqa tarafi bu yoqdan yo'q. Bu yeng bu yoqqacha qilamiz. Xo'p, yengga tikish hosil qilaman. Bu joydan bu joygacha
Tak, bu orqa taraf ekan. Hop, orqa tarafidan boshlab shiftni bosib turaman va oldi tarafiga o'tamiz. Mana. Ya'ni yeng fonarni mana shunaqa qilib qilsa ham bo'ladi. Kalasi sal xalqroq bo'lib qolibdi. Shunaqa. Xo'p. Bu vытяжкаlarni ko'rsatdim. Tak, keyin внутренний вытяжкаlarni ham qilsa bo'ladi. Qanaqa qilamiz uni? O'sha ma'lum bir nuqtamiz ma'lum bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana внутренняя liniya degan joyda вытяжка bor. Вытяжкani hosil qilamiz. O'ng tarafdagi tugmani bosib turib, o'zimizga kerak razmerda qilib olsak bo'ladi. Ya'ni buni ham redaktsiz qilsa bo'ladi. Qanchalik balandligi, uzunligi va enini qilsa bo'ladi. Hozir agar simulyatsiya bosadigan bo'lsam, o'zi tayyor tikilgan bo'ladi. Bu yoq ham shu. Keyin bunaqa, ya'ni hozir biz avtomatizirованroq qildik, ya'ni tayyor instrumentlar bilan foydalandik modelирование. Masalan, mana bunaqa narsa ham bo'lishi mumkin. Deylik, biz mana shu splashnoyni, ya'ni ikkala tarafini ham modelирование qilishimiz kerak. Uning uchun mana remove linkni edit qildim-da. Bu yoqdan deylik внутренняя liniya. Men bu yoqdan bu yoqqacha bu yoqdan deylik bu yoqqacha hozir внутренняя liniya tanladim, 2 marta bosdim. Endi shuni kessam bo'ladi. Ikkalasini cut insert или же вырезать просто qilaman-da. Ana bu yoqda endi kesilgan bo'ladi. Yoki-da agar bu yoqdan oladigan bo'lsak, yana внутренняя liniya qilaman-da. Mana bu yerdan kesilishi kerak deyman. Unda o'ng tarafdagi tugmani yana bosib turib, вырезать или cut insert, ya'ni kesib tikish. Kesib tikishga bosadigan bo'lsam, menga hozir mana shunaqa qilib beradi. Xo'p, endi bu yoqda haligi vытяжкani anaqasi, xullas o'sha bu yoqni ikkala liniyasini agar yopishtiradigan bo'lsam, hozir men buni deylik, men buni olib tashlayman, delete qilaman-da. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa yopishtirib qo'yishim kerak bo'ladi. Shunda sal modelирование noto'g'ri bo'ladi, но fakt в том, что mana shunaqa qilsa ham bo'ladi. Ya'ni instrumentni bilib olganingiz yaxshi. Mana ikkalasini belgiladim shift bilan. Keyin bu yoq ikkala tomonini belgilayman shift bilan. O'ng tarafdagi tugmani bosib merge qilaman. Shunda bu menga qo'shib beradi. Hozir modelni liniyamiz yo'qolib ketdi, chunki biz qo'shib yubordik hozir. Tikilish qilmadik-da, просто qo'shib yubordik.